Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlaridan qo'yib berilganlarning salomatlik ahvolining nachar ekanligi o'tirg'i chiqdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Ili viloyati Chapchal noyisida 80 yoshlik pensiyaga chiqqan bir o'qituvchi atalmish tarbiyalash markazi nomidagi yig'ilish lageridan qo'yib berilgan kecha o'lib ketgan. Jazo lagerdagilarning o'lib ketayotganligi hamda orqa-orqadan chiqayotgan xabarlar Xitoy doiralarining lagerdagi tutqunlarni zaharlayotganligini ishorat qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoy Tayvan masalasi sababli yana qarama-qarshi ahvolga duch keldi. Amerika Tayvanga 2 milliard 200 million dollarlik qurol setib berishni tasdiqlagandan keyin Xitoy armiyasi davlatining sharqi janubiy dengiz va havo armiyalari manevri o'tkazdi. Xitoy Mudofaa ministrligi bu manevrning odatdagi o'rinlashtirish bo'yicha o'tkazilganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin qayerda va qachon o'tkazilganligi haqida ma'lumot bermadi. Tayvan taraf mazkur qurollarning Xitoydan kun sayin kuchayayotgan harbiy tahdidiga qarshi Tayvanning yo'lliq mudofaa iqtidorini o'stirganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bo'lsa, Tayvanga qurol sotgan Amerika shirkatlariga embargo yurgizganligini aytdi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida shahar aholisi jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochadigan qonun loyihasiga qarshi namoyishlarni davomlashtirdi. Xitoy bilan Hong Kong chegarasidagi yangi rayonda 10 mingdan ortiq kishi namoyishga qatnashib, Hong Kongning bosh ma'muri Carrie Lamning istiqo berishini talab qildi. Namoyishchilarning ba'zilari Hong Kongda demokratik saylam o'tkazishni talab qildi, ba'zilari bo'lsa mustaqil Hong Kong degan xatlar yozilgan lozunkalarni ko'tardi. Buningdan burungi namoyishlarda soqchilar bilan namoyishchilar orasida chiqqan to'qnashuvlarni tekshirishni talab qilgan namoyishchilar bilan soqchilar orasida yana qisqa bir surkilish yuz berdi. Janubiy Siprosdagi eng chong gazet bo'lgan Belalaptir Yevropa Ittifoqi harbiy manbalariga asoslanib bergan xabarda Turkiyaning Fatih nomli charlash paraxotining Bob sohilida elib borgan harakatlarida 170 milliard kub metr zapas miqdoriga ega tabiiy gaz manbasi topganligini ilgari surdi. Xabarlarda Yevropaning Turkiyadan Sharqiy Oq dengizidagi qonunsiz faoliyatlarini to'xtatishni talab qilganligini ta'kidlagan bo'lib, tunji ishning bir muzokara mexanizmi o'rnatish ekanligi aytilgan. Xabarda yana Turkiyaning Rossiyadan olgan S-400 havo mudofaa sistemasini Shimoliy Sipros Turk Cumhuriyati chegara ichiga o'rnatish orqali rayondagi qo'g'dash faoliyatlarini kuchaytirganligi bildirilgan. Angliya, Fransiya va Germaniya Eron bilan imzolagan yadro kelishimiga to'liq amal qilib kelayotganligini, lekin buning davomining Eronning kelishimga to'liq amal qilishiga va yaqinda chiqqan qarshi qarordan chekinishga bog'liq bo'lib qolganligini bildirdi. Üç davlat e'lon qilgan o'rtaq bayonotda Eron bilan tuzgan yadro kelishimini qo'llashni davomlashtiramiz, lekin buning davomi Eronning kelishimga to'liq amal qilishi bilan munosabatlik. Bu jihatda Eronni yaqinda chiqqan qarorlardan qaytishni kuchli bir shaklda talab qilamiz deyildi.